قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 29-darsni o'qiymiz. Hamda bugungi darsimizda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki soatlik darsimizda kesel harf olishib kelgan fe'llar bilan tanishib chiqdik. Ya'ni 5 kesel harf olishib kelgan fe'l, o'ttirg'i kesel harf olishib kelgan fe'l va oxirgi harfiga kesel harf kelgan fe'l deb 3 qismga bo'lib kesel harf olishib kelgan fe'l bilan tanishib chiqdik. Hamda biz fe'lninki yana bir yangi turi bilan tanishamiz. U qaysi deganda mudaaf deymiz. Mudaaf. Bu mudaaf fe'l degan qanday fe'l deganda odatda fe'lda o'xshash ikki harf bir yerda kelib qolgan bo'lsa, bu ikki harfni birisi-birisiga qo'shib idg'am qilib o'qiymiz. Masalan, hajja, adda, farra, zanna. Hajja haj qildi, adda sanidi, farra qochdi, zanna o'yladi, gumon qildi. Bu fe'llar qaraydigan bo'lsak, hajja bu oxirgi harf qanday qilingan? Idg'am qilingan. Hajja deb ikki qatim o'qilgan. Bu fe'lning asli kelib chiqishi hajaja. Bu fe'lda o'xshash harfdan ikkisi bor. Ya'ni jimdan ikkisi bor. Hajaja deb. Mana mushuning o'xshash harfdan ikkisi kelib qolsa, biz buni qanday qilamiz? İdg'am qilamiz. Ya'ni ikkisini qo'shib bir harf qilib idg'am qilib o'qiymiz. Hajja, adda, farra, zanna deganga o'xshash. Endi bu idg'am qilishning tuandikidek sharti bor. Qanday sharti deganda, bir so'zda ikki harf o'xshash harf kelgan bo'lsa, chuqum idg'am qilish uchun bu ikki harfning birisi sokinlik bo'lishi kerak. Birisi qanday bo'lishi kerak? Sokinlik bo'lishi kerak. Agarda ikki harfning birisi sokinlik bo'lmay, ikkilisi harakatli bo'lib qolsa desa, masalan, hajjaning aslisi hajaja. Mushuning o'xshash ikkili harf, jimdan ikkilisi qanday harakatlik, hajaja deb. Bundaq ahvol ostida shu o'xshash harfning beshidagi harf qaraymiz. Qaysininga? Ha ga qaraymiz. Agar mush ha degan harf sokinlik, ya'ni harakatsiz bo'lib qolsa, birinchi harfningki harakatini beshidagi harfga ep beramiz. Endi agarda bu o'xshash harfningki beshidagi harf sokinlik bo'lmay, umi harakatli bo'lib qolsa, xuddi hajaja deganga o'xshash. Hajaja desak, ham harakatlik, o'xshash kelgan ikkili harakat qanday? Ikkili harf harakatlik. Bunda bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, buningda birinchi harfningki harakatini elib tashlab o'tamiz. İdg'am qilish uchun qanday qilamiz? Elib tashlab o'tamiz. Sukunlik holatda idg'am qilamiz. Chuqum idg'am qilish uchun qanday qilishimiz kerak? Sukunlik holatda idg'am qilishimiz kerak. Hajaja. Andan ikki harfning birining sukunga o'zgartib, andan keyin ikki harfni qanday qilamiz? Idg'am qilamiz. Hajja bo'ldi. Addami shuningga o'xshash, parrami shuningga o'xshash, donnami shuningga o'xshash. Ya'ni chuqum ikki harfni bir yerda kelib qolgan ikki harfni idg'am qilish uchun chuqum birisininki, ya'ni tunjisininki harakatini ilgirki harf sokinlik bo'lsa, ilgirki harfga ilib o'tamiz. Agar ilgirki harf sokinlik bo'lmay, umi harakatlik bo'lib qolsa, tashlab o'tamiz. O'xshash harfning tunji harfining harakatini tashlab o'tamiz. Tashlab o'tib, uni sokin qilgandan keyin, ondan keyin idg'am qilamiz. Hajja, adda, farra, zanna deganga o'xshash. Demak, bu fe'llarning oxirida mushundaq hajja, adda, farra, zanna deb arab tilida ishlatilgan bo'ladi. Endi biz buning aslisini tushunish uchun buni so'zlab o'tdik. Buning turilish ahvoli hajja, adda, farra, zanna hammasiniki shu o'lchamga sab tulisanglar bo'ladi. Men bu yerda sizlarga misol qilib hajjani turlab berdim. Mushuning o'xshash qolgan fe'llarni turlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. Masalan, hajja bir odam haj qildi. Hajja ikki odam haj qildi. Hajju ko'p odam haj qildi. Hajjat bir ayol haj qildi. Hajjata ikki ayol haj qildi. Hajjajna ko'p ayollar haj qildi. Hajjajta haj qilding sen. Ikkinchi shaxs erlik birlik. Hajjajtuma haj qildingiz sizlar. Ikkinchi shaxs erlik ikkilik. Hajjajtum haj qildingiz sizlar. Ko'p erlar. Hajjajti haj qildingiz siz. Hajjajtuma haj qildingizlar ikkinglar.
hajajtunna haj qildingizlar ko'p ayollar, hajajtu haj qildim men, hajajna haj qildik biz. Qaraydigan bo'lsak, bu mudaaf fe'illarga, ya'ni birikib ketgan, ikki harfi bir-biriga birikib ketgan fe'illarga oxirga kishilik almash, ya'ni domir qo'shilgan vaqtida bu mudaaflik, ya'ni birikib ketish ajrab ketadi. Masalan, bu g'oyibda oxirga hech qanday kishilik almash qo'shilmag'achqa shu birikib ketgan holatga kelgan bo'lsa, ikkinchi shaxsda ta'dan iborat antaninki egilik kelish shakli bo'lgan ta qo'shilgan kishilik almash qo'shilgan vaqtda bu cho'lib ketdi. Ya'ni hajajta ikki dona jim qanday qilib ketdi? Cho'lib ketdi. Hajajta, hajajtuma, hajajtum, hajajti, hajajtuma, hajajtunna, hajajtu, hajajna deganga o'xshash. Sizlar bu tarafiga diqqat qilsanglar bo'ladi. Endi buning mudorisining turilish ahvoli yahujju, mayadagi bir jimga ikkita birisi ortiq quyilib qoldi. Yahujju, yahujju, yauddu, yafurru, yadunnu. Hammasi o'xshash. Mush o'lchamga solib to'laymiz. Yahujju, yahujjani, yahujjuna, tahujju, tahujjani, yahjujna. Tushunib ketadi. Tahujju, tahujjani, tahujjuna, tahujjina, tahujjani, tahjujna. Ahujju, nahujju. Ya'ni haj qiladi bir er kishi, yahujjani haj qiladi ikki er kishi, yahujjuna haj qiladi ko'p erlar, tahujju haj qiladi bir ayol, tahujjani haj qiladi ikki ayol, yahjujna haj qiladi ko'p ayollar. Uchinchi shaxs. Ikkinchi shaxs keldik. Tahujju haj qilasiz siz, tahujjani haj qilasizlar ikkinglar, tahujjuna haj qilasizlar ko'p erlar, tahujjina haj qilasiz siz bir ayol. Tahujjani haj qilasizlar ikkinglar, ikki ayol. Tahjujna haj qilasizlar ko'p ayollar. Ya'ni ikkinchi shaxs ayollar ko'plik. Ahujju haj qilaman men, nahujju haj qilamiz biz. Mana bu mutakallim. Endi yauddu, yafuru hammasi shunga o'xshash. Yauddu, yauddani, yaudduna, ta'uddu, ta'uddani, ya'udduna, ta'uddu, ta'uddani, ta'udduna, ta'uddina, ta'uddani, ta'udduna. A'uddu, na'uddu. Yazunnu, yafurru hammasi shunga o'xshash. Sizlar shu yahujuni pishiq ig'izinglarga ravon kelgudek pishiq yodlab qo'ygandan keyin qolganini sizlar to'lab chiqa olasizlar. Bizning bugungi darsimizdagi asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun mana shu. Ya'ni mudoaf fe'l. Endi buningda zavarlik holati qanday bo'ladi? Sukunlik holati qanday bo'ladi? Ya'ni amr qilish to'g'ri kelib qolsa, oxirini sukun qilmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Buni biz dars oraliqida tushuntirib bo'lamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu at-tasi'u wal 'ashrun, 29-chi dars. Al-mudarrisu Mas'ud. Bu o'qituvchi bilan Mas'ud o'rtasidagi dialog. Endi biz buni avval yangi so'zliklarni bir o'qitaylik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Marratun bir qatim degan gap. Marratun bir qatim. Marrat ko'p qatim. Marrat bo'lsa ko'p qatim. Marratanki yana bir ma'nosi ba'zida degan ma'nosi bor. Marratanning ba'zida degan ma'nosi bor. Dibaj, dibaj degan yipak, yipakninki bir xil turi. Naw'un min al-harir deydi. Yipakdan bo'lgan bir tur. Nusxatun, nusxa, ya'ni uyg'ur tilimizdagi bir nusxa, ikki nusxadagi nusxa. Kaffun alqana, odamning alqini. Akuffu alqanlar ko'pligi. Raihatun, puroq degan gap, puroq. Hunayatun, asli haniat, hanian. Hanian bo'lsa bir oz vaqt degan gap, bir oz vaqt, ya'ni bir oz vaqt degan gap. Ana hunayatun, ya'ni xuddi fuaylun o'lchamida biz ilgirki sarq darsimizda o'rgangan kichiklatma holatda bo'lsa texmi oz vaqt degan gap. Hunayatun bo'lsa nihoyat oz vaqt degan gap. Mazidun texmu ko'p. Mazidun texmu ko'p. Karihun
Sesiq puroq, asosliq sesiq puroqqa degan gap. O'zining ma'nosi yomon, sesiq degan ma'nosi bor, shundaqla puroqqa ishlatiladi. Puroqqa. Balu'atun. Balu'a deganimiz avraz yo'li, avraz sesiq suv yo'llari. G'afilun, bexabar, bexabar. Layyinun, yumshoq. Tayyibun, yaxshi. Dafa'a, ittirdi. Yadfa'u, ittirdi. Marida, kasal bo'ldi. Yamradu, kasal bo'ladi. Hazina, qayg'urdi. Yahzanu, qayg'urdi. Bugungi yangi so'zliklarimiz shu ekan. Bizning davos tekstni boshlaylik. الدرس التاسع والعشرون 29 درس. Bu o'qituvchining Mas'ud o'rtasidagi dialog. Ahajajta ya Mas'ud? Ey Mas'ud, haj qildingizmi? La ya ustaz. Hajja zumala'i kulluhum, walakinnani ma hajajtu. Yo'q ey ustaz, savoqdoshlarim ularning hammasi haj qildi, lekin men haj qilmadim. Ma hajajtu, haj qilmadim. Maridtu ayyamal hajji فبقيت هنا بالمدينة المنورة. Haj kunlari kasal bo'ldim. Fa an baqitu qolib qoldim bu yerda Madina Munavvarada. La tahzan, g'am qilmang. Satahujjul amal muqbil inshaalloh. G'am qilmang, Alloh xolisa kelar yili haj qilasiz. Tamurru sana bisur'a. Marra degan gap o'tdi. Tamurru o'tdi. Ötüdü yıl bisur'a, tezlikte. Yıl tezlikte ötüdü. Ahajajta ente ya ustaz? Ustaz, siz hac qildingiz mı? La, lam ahujja hadal am. Yo'q, bu yil hac qilmadim. Lakinnani hajajtu qabla hada 5 marrat. Lekin men hac qildim buningdan ilgari 5 marrat, 5 qatim. Ana ashum raihatan karihatan. Men sesiq puroq purovatiman. Ama tashummuna raihatan ya ikhwan. Ama olsa buluşsuz şekildeki sual so'rash shakli. Ey qarindoshlar, sizlar puroq purmudinglarmi? Bala, yo'qay, ya'ni purduq degan gap. Nashummuha, uni purovatimiz. Min ayna hiya? U qayerdan? Azunnuha min al-hammam. Uni munchidan deb o'ylayman. Naam, hiya min al-hammam. Shundoq, u munchidan. Innal qumama allati ramaha ahadun nas saddatil balu'a. Inna haqiqatan jazman, ya'ni jumlaning mazmunini kuchaytirdi. Akhlat allati ramaha. Taşlıgan, rama, taşladı, attı. Atkan uni kişilerinin birisi. Yani kişilerinin birisi atkan ahlat evraz yolunu tusuvaldı. Menillezî defa'a sabburata ilal half. Kim? Ellezî defa'a ittirgen doskini keynige. Doskini keynige ittirgeni kim? Ta'al ya Sa'idu. Buyaq gel ey Sa'id. Ve curraha ilal amam. Ve tartqın onu aldığa. Cerra yecurru. Cerra olsa tattı, yecurru tartıdı. Curru olsa tartqın emri şekli. Sa'idun yecurru sabbura. Sa'id doskını tartıdı. Ente cerarteha kethiran. Siz onu köp tartıp ettiniz. İdfa'ha ilal halfi qalilan. İttirin onu keynege azraq. Yekfi. Yekfi deyen gap. Kupayı buludu deyen gap. Kupaya boldu deyen gap. Utruk hal an. Taşlan onu emdi. Emdi qap qoyan, taşlap qoyan. Ahada huvel cüz'u thani minel kitab ya ustaz. Ustaz, bu kitaptın ikinci parçası mı? Naam. Khud hadihin nusaha ve uddaha. Şunda bu nuskını al ve sanığın onu. A'adattaha, onu sanadınız mı? Kem hiye? O kanca? Naam a'adattuha hiye 25 nuskha.
Şundaq, onu sanıdım. Hiye 25 nuskha. O 25 nuskha. Nedrusul an hadithen. Hazır hadis okuyumuz. Ektubuhu ala sabura. Onu doskuğa yazımen. Fektubuhu fi defatirukum. Yazınlı onu deptiranlağa. Yektubu yazıdu. An Enes'in radiyallahu anhu kal. Enes radiyallahu anhu din. Dedi. Ma mesistu dibacen ve la hariran. Elyene min keffi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ma mesistu. Messe yemussu. Messe yemussu. Messedin xuddi haccaga o'xshash turlab chiqaramiz. Massa, massa, messu, messat, messata, messasna. Messasta, messastuma, messastum, messasti, messastuma, messastunna, messistu, messisna. Hani messistu olsa tuttum ben. Ma messistu olsa tutmadım ben. Dibacan bir yipekni ve la hariran. Bu mu yipek? Dibacan bir yipeknin türü. Ve harir yipekni elyene yumuşakrak min keffi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin olqanıdan yumuşakrak bir yipekni ve dibajını qanday qilib bakmadım tutmadım. Ve la şemimtu raihaten qat ve puramadım bir puraqni qat den qat'i atyab yaxshiroq yani xushpuroq degan gap tayyib keyin bilmasa xushpuroq degan gap atyab xushpuroqroq Resulullah'ning puruqidan ba'da hunayatin bir azdan keyin akatabtum ya abnai ballarim yazdinglarmi lamma o'sini qildi texe yazmadik lamma naktub asli naktub degan fe'l keyinda bor lammadan keyin keyindagi fe'lni tashlab olsak bo'ladi degan biz ya'ni fe'lni tashlab etib lamma deb kelsa texe ya'ni yazmadik demakchi ya Ali la tazunna annani ghafilun amma taf'al ey Ali la tazunna gumon qilma o'ylama annani jazman man g'afil bexabar amma ta'mal amma bo'lsa an degan dintin ma g'anqan allazi manista ta'mal qilasiz siz qilgan narsadan meni bexabar deb o'ylamang innaka la taktubu darsa siz dars yazmayapsiz innama taktubu risala siz faqatlam xat yozyapsiz alaysa kazalik unda qamasmi rudda Ali javob qaytar ey Ali radda bo'lsa javob qaytaradi rudd bo'lsa javob qaytarg'in buyruq shakli biz buning buyruq shaklini erishni darsimizning tekstidan keyin o'rganamiz bala yaqay huwa kazalik u ashundaq ana asifun man afsunman ey ustad lan a'uda limithlihi abadan inshaalloh lan a'uda qaytilmayman lan a'uda bo'lsa takrorlamayman limithlihi shunga o'xshashni abadan hargiz Alloh xolasa Allah xolasa uningga o'xshashni ikkinchi qator qilmayman demakchi a'uda bo'lsa qaytmayman unda bo'lsa bugungi darsimizdan tekst shu yerda oxirlashdi ammo tekstda bugungi darsimizdagi mudoaf fe'llarning fe'li intan ko'p berilgan sizlar hajja degan fe'lni pishiq siyg'alab bo'lgandan keyin qolgan mudoaf fe'llarni ya'ni birikib ketgan ikki harf birikib ketgan fe'llarni shuni o'xshash turlaysizlar endi mudoaf fe'llarningki misollar tuandagi mashqda berilgan birinchisi ajab anil as'ilatil atiya tuandagi savollarga javob bering buni sizlar tekstga asosan ishlaysizlar bu sizlarga topshiriq tekstga asosan javob bersizlar ikkinchisi hadihi amthilatun lil fi'lil mudoaf bu mudoaf fe'lning misollari deydi qaraydigan bo'lsak hajja aslisi nima hajaja buning mudorisi yahujju desak masalan hajja desak bu fe'lning o'lchimini biz fa'ala degan bu fa'alaga tushmaydi desa buning aslisi hajaja desak fa'alaga qanaqa qildi tushadi yahujju bu mi yaf'aluga tushishi kerak tushmaydi desa buning aslisi yahjuju yaf'ulu dal tushdi hajja nemishqa hajja bo'lib qolgan chunki ikki harf o'xshash ikki harf bir yerda kelib qolg'achqa buni idg'om qilib o'qishimiz kerak buni ikkisini qanday qilayotgan biz qushab hajja qilayotgan deymiz zanna yadunnu jarra yajurru marra yamurru hammasi shuning o'xshash
Zanna yazunnu guman qildi, guman qiladi. Jarra yajurru so'ridi, so'raydi. Ya'ni tartdi degan ma'nosi bor, tartdi. Marra yamurru o'tdi, o'tidi. Adda ya'uddu sanidi, sanaydi. Sabba yasubbu tillidi, tillaydi. Radda yaruddu raddiya qayturdi, javob qayturdi, javob qayturdi. Sabba yasubbu to'kdi, to'kidi. Sadda yasuddu to'sdi, tusudu. Ya'ni bir narsani tusib olgan bo'lsa, sadda yasuddu ishlatadi. Shamma yashummu shamma purdi, yashummu puraydi. Massa yamassu tutdi, tutudi. Yuqori qilingan hammasi mudoaf fe'l misollari. Sizlar bugungi topshiriq mushu fe'llarning hammani cho'qib dastlabda ko'rsatgan 14 sig'o sig'lashni o'rgansizlar. Shammaning aslisi shamima. Yashummu aslisi yashmamu. Qolgan shamima desak fa'ilaga tushdi, yashmamu desak yaf'alu qanday qildi tushdi deymiz. Shuni o'xshash massami shu. Massaninki masisa aslisi yamussuningcho yamussu mudorisi yamussuningki aslisi yamsasu yamsasu yaf'alu tushdi. Sizlar oldi bilan shuni sig'lashni o'rgansizlar. Bu sizlarga topshiriq. Uchinchisi iqro mayali tuandakilarni o'qing deydi. Endi yuqorqi mudoaf fe'llarning misoli berilgan jumlani berdi. Bizga tarjima qilsin deb. Hajja akhi qabla 3 a'wam deydi. Qarindishim 3 yil ilgari a'wam yillar 3 yil ilgari haj qildi. Va ana hajajtu hadal am. Men haj qildim bu yili. Azunnuka taliban. Sizni o'quvchi deb qana qilaman, o'ylayman. Asubbu laka mazidan min ash-shay ya akhi. Qarindishim sabbavos to'kdi. Asubbu xuddi ahujju deganga o'xshash. Asubbu bo'lsa to'kaymi, ya'ni quyaymi degan gap. Quyaymi istifham. Quyaymi sizga mazidan desa taxmi ko'p degan gap. Yana taxmi ko'p. Yana çaydın qarindishim çaydın yani quyaymi? La va shukran. Bo'ldi, rahmat. La degan yo'q, rahmat. Lima tajurrina thawba fi turab ya Fatima? Ey Fatima, nimishqa so'raysiz kiyimni to'pida ey Fatima? Tajurrin xuddi tahujjin deganga o'xshash. Tajurru tajurrani tajurruna tajurruna tajurrina qan tajurrina ayollik shakli. Qolganda o'zingizga tarjima qilib boqinglar. To'rtinchisi asnidil af'al al-atiya ila al-mutakallim kama huwa muwaddihun fil misal. Tuandagi fe'llarni mutakallimga yulang kama huwa muwaddihun fil misal. Xuddi misolda ko'rsatilgandek. Ya'ni sizlar 5idagi hajjaga o'xshash barliq fe'llarni tulisanglar, bu sizlarga oson. Ya'ni tuandagi misoldagi o'xshash deydi. Qarang, Hamid Vanna. Hamid erlik birlik bo'lgan ekan, ya'ni 3-shaxs unda bo'lgan ekan, 3-shaxs erlik birligi. Vanna. Ana mutakallim. Vanantu. Xuddi hajajtu deganga o'xshash. Hamid adda. Hamid adda. Hamid marra. Hamid jarra. Endi qaranglar. Hamid adda. Ana adattu. Hamid marra. Ana marartu. Hamid jarra. Ana jarartu. Ya'ni mush ikki shaklda qanday qiling mutakallimni chiqiring deydi. Buni tushungan bo'lsanglar, qolganini o'zingizlar chiqarib boqinglar. 5-inchisi ta'ammal misal thumma sughil amra min al-af'al al-atiya. Tuandagi misolni muloyiza qiling, ondan keyin tuandagi fe'llardan amrni chiqiring deydi. Endi qaraydigan bo'lsak, biz fe'l amr ilishda tunji qilib, fe'lning oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Endi qarab boqaylik. Tajurru. Bu tajurruning aslisi nima? Tajurruning aslisi biz radning ikkisi paydo bo'lib qolg'achqa qanday qilib o'tgan? Idg'am qilib o'tgan. Bu yerda 2 dona ra bor. Ya'ni tajurru deb radning ikkisi bor. Biz idg'am qilishning oldida idg'am qilishning sharti bo'lgan bir shartni hozirlagan. U qaysi deganda, cho'qim 2 harfni idg'am qilishni ilgari tunji harfni qanday qilish kerak degan? Sukun qilish kerak degan. Aslisi tajruru. Shunday o tajruru. 2 harf qanday harakatlik. 2 harf harakatlik holatda idg'am qilg'ili bo'lmaydi. Unda bo'lgan ekan, birinchi ra'ningki harakatini
ilgirki harfga qaraymiz. Ya'ni jimga qaraymiz. Agar jim sokinlik bo'lib qolsa, bu sokinga birinchi raning harakatini sokinlik harfga apiramiz. Ya'ni tajruru desak, jim qanda sokin. Tajruru. Demak, raning oldidagi harf harakatsiz, ya'ni sukunliq ekan, unda bo'lsa, bu radagi pashni jimga apiramiz. Tajur ru bo'ldi. Demak, bu yerdagi ikki harfning birisi qanday bo'ldi? Sokin bo'ldi. Endi ikki harfni idg'om qilishning sharti qanday qildi? Hozirlandi deb biz rani sukun qilgan. Endi bu biz fe'l mudori olgan vaqt fe'l amri chiqarmoqchi bo'lsak, mushuningdan chiqaramiz. Qarab turinglar. Biz raning harakatini jimga apirib bo'ldik. Endi fe'l amrininki birinchi qadami oxirgi harfni qanday qilish? Sukun qilish. Oxirgi harfni sukun qilsak, bu yerda qancha dona sukun bo'ldi? 2 dona sukunli harf bo'ldi. Endi mudoriyat harfini qanday qilamiz? Ep tashlab o'tamiz. Unda bo'lsa, nima bo'ldi? Jo'minda mushuning o'xshash bir so'z bo'ldi endi. Jim pash 2 dona sukun. Unda bo'lsa, bu 2 donani qanday qilamiz deganda, albatta bu ikkisini qanday qilamiz? Idg'om qilamiz. 2 dona harf sokinlikni idg'om qilib jurra bo'ldi. Unda bo'lsa, bu fe'lning oxiri sokin o'qilibdi-ku desa, bu ikki sokinning birga kelib qolishi arab tilida xato. Shuning uchun bu ikkisini idg'om qilib o'tib, buningga zavar harakat berdik. Nima uchun zavar harakat berdik? Bu zavar mushadagi oxiridagi sukun, ya'ni fe'l amrining oxiridagi sukunga bir alomat bo'lsin uchun, ayvaz deymiz arab tilida. Ashuni bir o'rin basar to'liqlamasi bo'lsin uchun biz zavar harakat berib jurra qildik deymiz. Jurra. Demak, oxirida yig'incha qilinib, fe'l amri nima chiqdi? Jurra. Endi diqqatda tamurrudni olib boqamiz. Tamurru. Buning aslisi nima edi? Aslisi tamruru. Nima? Tamruru. Taf'ulu tushdi. Tamruru. Endi tamruru deb 2 dona radin birga kelib qoldi. Bu ikkisini bir-biriga qo'shib idg'om qilib o'tishimiz kerak. Idg'om qilishning sharti bu o'xshash ikki harfning cho'qim birinchisini bo'lish kerak, sokin bo'lish kerak. Tamruru desak ikkilisi harakatlik. Bunda holatda idg'om qilib bo'lmaydi. Idg'om qilish uchun cho'qim buning birinchisinin harakatini qanday qilamiz? Sukun o'zgartimiz. Qanday o'zgartimiz deganda, shu ikki harf, o'xshash ikki harfninki 5 taka harf qaraymiz. Agar 5 taka harf sokinlik bo'lib qolsa, a'ning sokinni o'xshash harfga olamiz, o'xshash harfning harakatini sokinlik harfga beramiz. Ya'ni tamruru desak, ru ikki harfdagi birinchi radiki xuddi tajruru o'xshash birinchi radiki pashlik harakatni biz mim sokinlik memga olib beramiz. Bu vaqtda mim pashga o'zgaradi. Ondan keyin bizningki ra nimaga o'zgaradi? Buning sukunni raga olib beramiz. Birinchi raning bo'ldi, sukun bo'ldi, ikkinchi racho pash bo'ldi. Xo'sh, endi buningdan amr olamiz. Amr elishning birinchi qoidasi oxirini sukun qilish. Endi tamurru deb birinchi ra sokin, oxirgi ra pash. Amr elish uchun oxirgi rani sokin qildik. Bu yerda 2 sokin birga kelib qoldi. 2 sokinning birga kelishi to'g'ri emas. Qanday qilamiz? Ikkisini qo'shib, idg'om qilib zavar harakat beramiz. Nima uchun? Shu yerdagi sokinga to'ldiruvchi izbasar bo'lish uchun, ya'ni shu yerda sokinni ba deb taqdir qilamiz, oxirini zavar qilib idg'om qilamiz. Tamurra bo'ldi. Undan keyin mudoriyat harfini olib tashlaymiz. Murra bo'ldi. Murra. Demak, bundan amr qanday chiqadi? Murra chiqadi. Qolganining tafsiloti shunga o'xshash. Ya'ni tarudduninki rudda, tahujjuninki hujja, hajqil, tasubbuninki subba, tashummuninki shumma, tadhununinki dhunna, ta'udduninki udda, tamassuninki mussa. Mana shunga o'xshash chiqadi. Sizlar shu qoidani tafsil tushunishingiz kerak. Yana deb qo'yay. İki harfni biriktirib o'tishning sharti, agar ikki harf bir o'rinda kelib qolsa, bu ikki harfni ikkisini bir-biriga qo'shib idg'om qilib o'tishning sharti cho'qim birisi sokinlik bo'lishi kerak. Agarda ikkilisi harakatlik bo'lib qolsa, bu o'xshash harfning ilgirki harfga qaraymiz. Agar ilgirki harf sokinlik bo'lib qolsa, buning harakatini sokinlik harfga elib o'tib, u sokinni bu o'xshash harfninki biriga olamiz. Undan keyin buning birisi sokinlik, birisi harakatlik bo'lgan bo'ladi. Undan keyin qanday qilamiz? Idg'om qilamiz. Bu bir qoida.
İqra meyeli tühendikilerini okun deydi. Curra hadal mekteb. Bu üstelini tat. Curra emr. Subbal kahvete lidduyub. Kahvani mihmallağı koy. Udde hadihil kutub. Bu kitaplarını sana. Şemme hadihil zahra. Bu furaklarını pura. Teammel meyeli tühendikilerini mülahize kılın deydi. Endi yahudcu. Yahudcumu Yahudcuğa hem lemne kirsek, yani ahırını sukun kılıdığan amilini ekirsek, lemne kirsek. Kandak buludu degende, xuddi emirdeki okşaş buludu. Yani yahudcu lemne ekirsek, çoxum ahırını buludu bununki sukun buludu. Bunun ahırını sukun qıp koysak, bir de iki tane sukun peyda olup qalğan buludu. Nima üçün? Çünki əslisi yahcucu. Şunda o. Yahcucu. Biz bu cimdin ikini bir-biriga idgam qilib üçün birinci cimning hareketini ilgirki ha'ga apirib, yah sakin tuşunda o yah deb ha'ning ustida sakin batdi. Bu sakinni cimga appagan, bu cim sakinti. Endi lamning kirishlan bu cimni sakin qilib qo'ysak, bu yerda ikki dona sakin bir yakab qoldi. Ikki sakinning bir yakilishi to'g'ri emas. Shuning uchun bu ikkisini qanday qilamiz? Idg'am qilamiz. Endi bu yerda lamningki sakin qildigan bir xususiyatiga hurmat qilish uchun bu yerda sakinlikqa ivaz, ya'ni bir alomat bo'lishi uchun zavar harakat berib idg'am qilamiz. Nima bo'ldi? Lam yahujja bo'ldi deymiz. Tajurrumu shunga o'xshash. Lain nahiyami qanday qiladi? Sukun qiladi. Unda bo'lsa, bu o'xshash la kirib oxirini sukun qilib qo'ysa, ra'ni ikki dona sukun paydo bo'lib qolgan bo'ldi bu yerda. Nimishqa desa, bu ikki ra'ninki birinchi ra sukunti. Ya'ni biz idg'am qilgan vaqtda buni sukunga qanday qilgan? O'zgartgan. Endi oxirini dikrani sukun qilib qo'ysak, bu yerda ikkilari sukun bo'lib qoldi. Buni idg'am qilib, bu sukunlikqa alomat bo'lishi uchun zibar harakat berdik, la tajurra deymiz. Meyli pil amrida olsun, meyli lam yahujjada olsun, meyli la tajurrada bo'lsin, sakinlikning alomati taqdiran deymiz. Nima bo'ladi? Taqdir. Ya'ni taqdir mishada sakin ba deb qaraymiz. 8-incisi ecib anil esiletil atiye bin nefi musta'milen lem deydi. Tövendeki suallarga lemni işletken halde nefilen cevap bırak deydi. Emdisiler bu mudaaf fiillarga lemni kirgizishni, yani sukun kılgıcı amillarni kirgizishni düşüngen bolsanlar, tövendeki fiillarga şu lemni işletip cevap verirsiler. Mesela ahajajta deydi. Hac kıldınız mı deydi. Neyimiz? La. Lem ahujja. Lem ahujja. Akas qanda okuyumuz, zavar okuyumuz. Bu yerda sukun taqdiran ba deb qaraymiz. İkincisi, a'adatta hadhihi kutuba ya binti. Ey qizim, bu kitaplarni sanadingizmi? Ne deymiz? La. Lam a'udda. Yo'q, sanamadim. Asababta zamilaka ya hada ya Ali? Ey Ali, bu saboqdashingizni tilladingizmi? La. Lam asubba. Lam asubba. Mana shu bo'yicha bo'ladi. Qag'ana bunun uzaqlashib baqing. 9-incisi adkhillan nahiya alal fi'l allazi amama kulli jumlatin wa akmil bihil jumla deydi. Endi hamma jumlaning oldidagi fi'lga lain nahiyani kirgizib, uning bilan jumlani to'liqlang deydi. Ya'ni tasubbuga lana kirmiz. Nima bo'ladi? La tasubba bo'ladi. La tasubba. Asli la sakin qiladi shunday-ku. Demek ahirini sakin kılsak, bu yerde iki tane b var. Birinci b asli sakinti. Endi la'ning kirişlen ikinci b'ni sakin qilib qo'ysak, ikki sakin paydo bo'lib qoldi. Ikki sakinni qanday qildik? Idg'am qilib, bu yerda sakinga bir dalolat bo'lish uchun zvar harakat berib la tasubba deb zvar o'qidik deymiz. Shunga la tasubba li mazidan min al-qahva. Quymang manga ko'p qahvadan, ya'ni qahvadan manga yana quymang, yana quymang yoki ko'p quymang degan gap. Tazunnu la nakirsak nima bo'ladi? Yana o'xshashlar la tazunna. La tazunna anna al-imtihana sayakunu sahlan. İmtihanni oson bo'ladi deb o'ylamang. Akhakal muslim. Tasubbu shunago, endi bunga la nakirmiz. La tasubba akhakal muslima. Tillamang musulmon qarindishingiz. Qolgan o'zinglashlab baqing. 10-incisi addani damayirlarga yulang deydi. Yani türlang demekçe. Sizler haccanın ölçümü gelseler bu addani türleysizler. Yani
Adda, adda, addu. Addet, addata, adedna. Adette, adettuma, adettum. Adetti, adettuma, adettunna. Adettu, adetna. Adda, qaranglar. Erlik birlik. Addu, erlik köplük, gayib. Addet, ayallık birlik. Adedna, ayallık köplük, gayib. Adette, sanadın sen, muhattab, erlik birlik. Adettum, sanadın sizler, muhattab, erlik köplük. Adetti, sanadınız siz, muhattab, ayallık birlik. Adettunne, sanadınız sizler, ayallık köplük. Adettu, sanadım ben, birlik, mütekellim. Adetna, sanadık biz, köplük, mütekellim. Sizler, şu haccaga okşaş, 14 siği türleysizler. 12'incisi ya'udduni. Yani xuddi yahujju okşaş türleysizler. Yahujju, yahuccani, yahuccuna degenge okşaş. Ya'uddu, ya'uddani, ya'udduna. Ta'uddu, ta'uddani, ya'dudna. Ta'uddu, ta'uddani, ta'udduna. Ta'uddina, ta'uddani, ta'dudna. A'uddu, na'uddu. Qaranglar. A'uddu, na'uddu. A'uddu, na'uddu. Ta'uddina, ta'dudna. Ta'uddu, ta'udduna. 14 siği siğilasanglar, bularning hammasi sizlarga osonlashib ketadi. Sizlarda bu mashqdan beriladigan topshiriq mua bo'yicha emas, 14 siğiga turlash. Endi adda degan fe'ldan fe'l amrining damirlari yulangdaydi. Ya'ni 6 xil damirni chiqarsizlar buni. Bu sizlarga topshiriq. Bu nihoyat oson, qaranglar. Udda, biz amr chiqishni o'rganda shundaq-ku. Udda bo'ldi. Hujja, subba, jurra, murra, zunnat. Mana shunga o'xshash amr chiqadi. Endi buning erlik birligi udda ekan. Ikkiligi, ko'pligi, ayollik birligi qanday chiqadi? Udda, udda, uddu, uddi, udda, ududna. Yani 6 xil. Shuni siğilaysizlar. Qayta. Udda, udda, uddu, uddi, udda, ududna. Yani udda erlik birlik, uddu erlik köplük. Sananglar. Uddi ayollik birlik. Udda ayollik ikilik. Erlik ikilik, ayollik ikilik o'xshash ha. Ududna sananglar ayollar. Ayollik köplükki. 13-incisi endi bu bir yangi mazmun qat va abadan. Qat degan qat'iy degan gap. Qat'iy. Buning ishlatilish o'rni o'tgan zamonga ishlatiladi. O'tgan zamonni bildiradigan fe'llarga ishlatiladi. Abadan-chi bo'lsa kelgusi zamonni uchun ishlatiladi. Masalan, ma fa'altu hadha qat. Buni qat'iy qilmadim. Ammo bu yerda ma fa'altu hadha abadan desak bo'lmaydi. Bu o'tgan zaman, fe'l o'tgan zaman bo'lgan ekan, buni qatni ishlatamiz. Lam akul ta'aman lazizan misla hadha qat. Buningga o'xshash mazalik tamoqni qat'iy qana qilmadim, yemedim o'tgan zaman. Lam atruki salata qattu. Namozni qat'iy tashlab boqmadim. Va lan atrukaha abadan. Va hargiz qana qilmayman, tashlamayman. Mangu tashlamayman. Qaranglar, bundan keyin tashlamaslik nima keldi? Abadan. Ilgir tashlamaganligiga qat keldi. Lam asma' kalaman misla hada qat. Buningga o'xshash so'zni qat'iy qana qilmadim, anglamadim. Qolgan birisini o'z anglashib boqinglar. Qat modiga xos, abadan mustaqbal, kelgusiga xos deydi. 14-si ta'ammal mayli töndekilerini mulohaza qiling deydi. Layyinun yumshoq degan gap. Endi buningki ism tafzil qanday chiqadi? Af'alu o'lchimida alyanu. Yumshoqroq, texim yumshoq degan gap. Hadal harir layyun. Bu ipak yumshoq. Va zalika alyanu min hada. Va awu buningdan texim qanday yumshoqroq. Tayyibun, tayyibun yaxshi degan gap. Atyabos texim yaxshi yoki puroqlik degan. Yaxshi puroqni qilmaydi, yaxshi puroq atyabos texim yaxshi puroq degan gap. Hada at-ta'amu tayyibun. Bu tamoq puroqlik yoki yaxshi va zaka atyab va awu texim yaxshi. Ya'ni oshir musbat. Biz ism tafzilni ilgirki darslarimizda tafsir tushuntirib bo'lgan. Xo'sh, savoqdosh, unda bo'lsa bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.